Assalamu alaikum, aziz qarindoshlar. Bugungi so'zlaydigan so'zimning temasi o'qu. O'qu. Bu intonatsiyasidan va so'z shaklidan morfologiyada buni buyruq fe'l deb ataydi. Agar bu buyruq bo'lsa, kimning buyruqi? Kim bizga o'qu deb buyruq atadi? Dini sahadagi qarindoshlarimiz darhol yodiga olgan bo'lishi mumkin. Iqra bi ismi robbikallazi xalaq. Bu Qur'onning tunji oyati va birinchi o'lab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ingan tushgan oyatning birinchi so'zi o'qu. Unda bo'lsa bu o'qu Allah'ın buyruğu. Bu söhbət biraz uzurub ketadiğandek tuyulğanlığı için iki kısım qilishni qaror qildim. Avvalgisi nima uchun o'qu? Yoki nima uchun o'qiymiz? Nima uchun o'qu? Nima uchun Alloh vahiyni o'qu degan xitob bilan boshladi? Nima uchun o'qishimiz kerak? Allah'ını tanış için okuşumuz gerek. Yüzümüzün kimligini tanış için mi okuş gerek? Devletçilik eğitildirmek için okuş gerek. Milletçilik tuygumuzni oygatmak için mi okuş gerek? Tefekkür boşluğumuzni toldirish için okuş gerek. Dünyani başkadan düşünüş için, hayatını başka noktalardan düşünüş için hem okuş gerek. Bizning bugun o'qish kerak degan bu temada so'zlab o'tirishimiz men uchun azob. Hammamiz uchunmi ayb. Chunki Yevropaliklar adabiy uyg'onish davri sanoat inqilobining boshlarida dunyoni tushunish metodini so'rg'ilashga boshlagan edi. Hayotni tushunish metodini ko'zdan kechirib chiqqan va bir qancha avangard filosof, yozuvchi va jamiyatshunoslarning yangi nazariyalar asosida dünyani tanış mizallarını özgertken. En asaslıkı okuşun zürüriyetini, bilimnin kudretini ciddi ve astoydil ma'ni düşüngen edi. Şunu bugün, muş asırda, bugün bizning muş vaziyetimizde oku mavzusunu sözleş, hakikaten ağır bir iş. Birinciden, biz Müslüman bir millet sifatida bu oku hitabını, Allah'ın bu buyruğunu anladığımızda, yoki bizge tunca anlanğanıga 1000 yıldan aştı. Bu biliniş gerek bo'lgan aqalli uqum bo'lishib qaramay, yesli bolalar modusida takrorlab o'tirishimiz ayibdi. Yana biri, tariximiz bo'yicha olimlarimiz, bilarmonlarimiz, liderlarimiz modeli tarafidan ko'zimizni ochishga o'qishga chaqirilib keldi. En ahirki chaqiruvchilardan bir asr avval Abduqodir Damollam o'zining Nasihat-i Amma kitobida bizni uyqudan uyg'onishga, boshqa millatlarning ketgan manzillarini ko'rib qo'yishga, davomli uxlamoqning tugish bo'lganligi uchun bilim olishga chaqirgan edi. Mamtilapandi tavfiq. Abduqodir Damollaning o'limiga yozgan marsiyasida okudu, açtı özgü milletler deb bizni o'qishga chaqirgan edi. Şu yıllardan keyin, yoki 30-yillarda Abduxoliq Uyg'urmi, endi o'yg'onmasang holin xatar deb ogohlantirgan edi. Bu sebepten bunu tekrarlamak, texi hicin bularda sözlemaslik texim mümkün emas. İki taşның arasida qolgan bir vaziyat. Nemersiki bo'lsa bu temani qo'lga oldik. Hem de ötkenlerinin qaqshashlarini tekrarlamay çare yok. Aytapsizki 1400 yıl avval Allah Kur'an-ı Kerimni o'qu degan buyruq bilan boshlagan bo'lishiga biz Yevropaliklardan 800 yıl avval bilishimiz kerak bo'lgan aqalli hukmlarni takrorlab o'tiribmiz. Sapasızlığımızdan dünyanın her dokmuşida
Biz bir musulmon qavm bo'lish sifatida ya. Dunyoning har do'qmishida birlari hayotimiz bilan o'ynayotdi. Bir-birimizga qirdiryotdi. Sapasızlığımızdan tariximizde özara köz qarash talışıp düşman bulduk ki milli qirindishimizga qarshi düşman tarafga yer aldık. Bugunmi bunda qalla daimli ko'rilib turibdi. Dal milliy safa tuvalligidan milliyat hukmi shakllanmaganlikdan taxtda saltanat tiklagan Chingiz avlodlari yoki xo'ja avlodlari faqat hakimiyetni qo'lga ilib xalqdan qurol sifatida foydalandi va saltanat tiklangandan keyin davlatning otisi sifatida xalqni yetaklash xiyoliga kelib boqmasdan xalqni tashlab etdi. Xalq go'yo bojig'ish uchun kerakdi. Xalq davlatning markazlik yetaklash tarbiyalashiga ega bo'lmaganlikdan o'zidan chiqqan bir hukmron bilan yotlardan bo'lgan bir hukmron orasida farq ko'rolmadi. Dal shunday farqni ko'rolmaganligi uchun xalqda kimga bo'lmasin birisiga bo'ladigan ishgan degan oddiy xulosa hukmron ong bo'lib shakllandi. Tariximizdagi sonsiz afsusli voqealar, ichimizni ochiq to'ldirib o'tadigan, ixtiyorsiz lavch shiltadigan, hatto ko'zlarimizdan yoshlarimizni to'ktiradigan azobli hodisalarning hammasi mana shu tafakkur boshliqining o'qimaganlikning, bir butun millat sifatidagi milliy ong, bir butun davlat sifatidagi davlat hukmi hosil qilinmaganligimizning natijasi edi. Qarindoshlar, haqiqat bir javhardir. Xuddi bir unchidurki, sonsiz qululi ichidan chiqqan duyusi bilan sadafning orasidan tanlanadigan qimmatli narsadir. Har qanday qimmatli narsaning qimmati uningga erishishning qiyinligida yotadi. Şuna haqiqatga yetishning yo'li izdinish, selishtirish, amaliyotdan o'tkazish, muhokama, mutaila, munozir qilish orqalidir. Vaholanki xalqimizdagi tafakkur hurumligi, o'qishga bo'lgan qiyiqlik, quloqdan ziyoli bo'ladigan yoki quloqdan molla bo'ladigan g'alati yangiliklik tufaylidan tunji uchirgan targ'ibotchi nim bo'lsa, shuningdan bo'lib ketamiz. Şeriatçı olsa şeriatçı olumuz, tarikatçı olsa tarikatçı olumuz, Kur'ançı olsa Kur'ançı, hadisçi olsa hadisçi olumuz. Hiç kaçan yeni biri bilen seliştirip görüş, tefekkür kılış, ameliyatki tatbiklap görüş, akıl süzgücüdün ötküzüş adetimiz yok. Tuncu uçurgan pirimizden peşegi esilimizde, toğra hatası bilen işimiz yok, şu yolda can tikimiz. Min delil mi bizni qayıl kılanmaydı, ya ki ölsek mi qayıl olmaydı. O'ylab ko'ringlar. Tariximizdagi xo'jalarni bilasizlar. Aslida bir navr qarindoshlar. Ikki xo'ja. Bir-biri bilan ustunlik talashib, paydo qilgan mazhab suluklari uchun millionlarcha inson qurbonlik bo'lmadimi? Qaysisining to'g'ri edi? Ishqiyasimi, ishaqiyasimi? Aqtog'liqning to'g'rimidi, qaratog'liqningmi? İki taraf birbirini kafir, murtad deb qaralab, qancha qirg'inlarga sabab bo'ldi. Muritlar o'z yo'llarini tanlaganda har ikkisini anglab baqqanmidi? Bir-biriga selishtirib baqqanmidi? Dinning asli manbasi bilan, ya'ni Qur'on va hadis bilan selishtirib baqqanmidi? Asla. Birinchi qitim qaysi uchrashgan bo'lsa, shuning yo'lini qabul qilgan, shuning aqsidan mangan ve bunu en doğru yol deb hisoblagan ve bu yolda canını pida qilgan. Bu nima tafakkur hurunluqi. Dal mushu tafakkur boshlig'i meni ishiltish, muhokama qilish, o'ylash, analiz qilish odatimizning yo'qligidan eng aqalli darajadagi Xitoy istixborot o'yinlariga usul o'ynab kelyapmiz. Xitoy kommunist sistemining qandaq bir ish funksiyasiga ega ekanligi ko'pchilikka ma'lum emas. To'g'ri, ko'pchilikka ma'lum, ammo uning ko'ringan qismi ma'lum. Ko'rinmagan qismini tushunadiganlar bor, albatta, ammo bu hamma xalqqa ma'lum emas. Shunga kommunist deganning
Bulupmu Xitay degenning mahiyetlik alaydıligi tushunilmagan bo'lg'achqa kichik valladimmi asarroq oldinib kelyapmiz. Masalan, bu kunlarda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari orqali qochib chiqib Suriyaga jihad uchun ketgan qarindoshlarning misolini oladigan bo'lsak, ular ana shunday oson aldangan bichoralardir. Avval yanfullar orqali jihad tashviqoti targ'iboti taqtilgan. Ve Suriye'de bir halifinin barlık gelgini, erkanda bir Müslümanın halifinin yenide yer eliş gereklikini ve onun akısından cihat kiriş gereklikini tergip kıptı. Kişiler bunu hele erkin aldı, anlap, özara yetkizerlepti. Tabii ki bazı sorun tebliğlerin bulaptı. Bularga cihat teşviqat kılınıp, düşman Suriye'de gösterildi. Hatta bazı kallısı işleydiğen, bazı düşüngerak adamlar, bu bir uyan, kırındaşlar, aga olanlar, bunda aşkarı yamraydiğen tergibat bizning cemiyetimizde buluşu mümkün emas. Tegidi bir iş var deb inkas yazgıçılar tahdit kuchurapti. Kim tarafından tahdit kuchuraydi? Xitoy saqchilari tarafından. Saqchilar ularning adabini verib, xalqning nima anglash erkinligini senchaklamda kuyini, tabliğlarning erkin yamirishini kapolatlantirdi. Qarindoshlarimiz bayatdan beri da'vat qilamizdek, birinchi uchrashganning muhurti bo'lish, tafakkur hurilligi, aqlni ishlatmaslik aloyidliklariga ko'ra, aqliga hech gumon kelmasdinlar, bularning hammasiga normal qaragan. Komünist Xitay degenning mahiyatida yotgan alayidlikleri bilan sig'isholmaydigan bu ajoyib erkinlik hech gumon qo'zg'amagan. Mahallasida din o'qigan yoki din o'qitgan deb qo'llanilgan odamning qanchasi bor? Her odamning ko'ziga cheliqqan, her odamning ko'zi ko'rgan yoki quloqi anglagan bir qancha misol bo'lmay mumkin emas. Atrofimizda bunda misollar. Bu misollarga selishtirib ko'rishni nima uchun degan savolni qo'yishni xiyolga keltirmagan. Nihoyat natijada bular ish bo'lib, bu tabliğ anglagan ve hayajonga kelgan o'zini bu cihat meydaniga etishga hozirlanganlarning kayfiyatini o'lchab, sizib, mo'lcharlab turgan odamlar tarafidan, yani ko'rinishi itibari bilan ishbilarmon yoki huddigar haqida ko'ringanlar safarga tashkillangan. O'ylab bakın, mahalladan mahallaga to'saqlardan o'tanmay shuncha iztirob chekadigan bu xalq yunnan bir chegirasiga qadar to'sqinsiz kelaliganligidan bir gumonga kelmagan. Bu kadarını o'ylasa adam portlab ketayli deydi, amal yo'q. Bu kadar on kelishlarning hech biri gumonini qo'zg'amasdan chet elga chiqqandan keyinmi ularga nasihat qilgan yurtdoshlarining adabini bergan. Murtad, tog'ut, demokratchi debdilar. Xudoy demokratiyada uzun yil yashab, uningdan zerikib ketgandek demokratiyani tushunadi. Zadil qoyil olmagan. Chunki jihad degan eng ulug' ibodat. Bu yo'lni tanlashim qandoqmi xato bo'ladi? Bularning hammasi azg'ullar deb qat'iy ishongan. Şuna yoldan qaytmasdan ketib, o'zi bilmagan nishonlar, o'zi eng o'ch ko'radiganlarning manfaati uchun rol o'ynayotganligini bilmay, Alloh yo'lida shahid bo'laman deyishmoqda. Bu haqda men 2014-yilda bu ishlar bu kadar davron bo'lmasdi bir maqola e'lon qilib, ssenariyaning planlanishi va o'ynalish tartibi haqidagi mulohazamni bayon qildim. Mavzusi yeni siyasi oyunlar tayyorlanmoqda. Bu hozirmi aynek to'rida bor. Aynek munbirida. Keyin voqealarning ro'y berish jarayoni haqida ancha-muncha uchurlarga ega bo'ldim. Ko'rdimki, farazlarim tamamen tasdiqlandi. Xitoylar hatto zadili puli yo'qlar uchun pulni beribdi. Bu uyanga qarab. Dostlarım pul yığıp sana ivetdi.
Senden ümidi cihat meydanında ular üçünmü ok etip koyuşunu tiledi de. Bu pul avtobus, aeroplan kiraları, apırıp koyguçular, ötküzüp koyguçular siyaqıda görüngen Xitay istihbarat xadimlarga töyleydigan pul etdi. Bugün Xitaylar milletimizge ölüm cezası hüküm kıldı. Bunundan aniqroq uçurgi kerak yo'qki, tilimiz tamamen o'qitish tili bo'lishdan qoldirildi. Mushundaq bir kundimi bizning mustahab ishlar ustida kunlarcha, oylarcha talash tartish qilib o'ltirishimiz, ko'z qarash talashishimiz bekma dötlik bo'lmoqda. Vaholanki islom inson hayotiga shunchalik yuqori ahamiyat beradiki, inson hayoti mavzu bahis bo'lganda farzlardan kechiladi. Islomda Mesela bir adam açlıktan ölüşkü mahkum ahvalga tushganda, onunğa hayatını saklap qilish uchun haram narsalarni, aytaylik cho'chqa go'shtini yeyishni durust qiladi. Cho'chqa go'shti yemaslik farz. Bu farzdan voz kechiladi inson hayoti uchun. Bugun umumiy millat ana shunday hayot mamat chegarasi tutilganda bizning mustahab ishlarni talashib vaqt zoya qilishimiz ya dötlükten yoki yomon g'arazdan bo'lishi mumkin. Bugun biz uchun nishonni oddiylashtirish tarixdagi har qanday vaqtdagidan zarur. Birli dushman qarshini muqimlash, birli siyosiy nishonni qoldirish, boshqa barliq ikkilamchi nishonlarni bugun uchun amaliy tahlikasi bo'lmagan yoshirin dushman yoki potensial dushmanlarni kun tartibimizdan chiqarib tashlashimiz shart. Bir muncha nishon, bir muncha dushman, bir muncha ko'z qarash, bir muncha maslak, bir muncha izm, bir muncha ideologiya orasida iddia qalaymiqanchilik chiqmaslik uchun bu bir zaruriyat. Bu haqda Gitlerning bir so'zini naql qilib bir maqola to'xtalgan edim. Aşı məcmualarının birida bor. Men burun tanıştığım kitaplarning birisida. Bizning bir nishonimiz bor. Davlatimiz naslik keltirish. Bizning bir dushmanimiz bor. Tajovuzchi Xitoylar. Nishonning oddiylashishi oydinlik sabab bo'ladi. Qilayotgan ishimizni bilib qiladigan bo'lamiz. Nishon oydinligi harakat programmamiz tuzishimizni qulaylashtirdi. Nimaga qanday ifoda bildirish, qaysi dushmanni qayerga qo'yish, qaysi ziddiyatga qanday tutumda bo'lish qiyinchiliklardan qutulib, nihoyatda aniq bo'lgan dushman qarashi va siyosiy g'oya aniqligiga erishimiz. Qisqasi, mana bularning hammasini tushunish, qabul qilish uchun o'qigan sagak kalla kerakdir. Quloq mollallari, quloq ziyolileri tipidagi saxta bilimdonlarning ochmoq va muğlaq dogmaları ba'zida hatto bak aqlliq bilimlik odamlarni mangda tutib qo'yishi mumkin. Buning hech ajablanarligi yo'q. Men bu haqda ilgari to'xtalgan edim. Shu maqolamda Shayx Saidning Gulistondan bir so'zini naql qilganim yodimda. Saidi deydirlarki, aql odam chiprandilar orasida gapini aqtira olmasa, ajablanib ketmisan. Chunki dumbaqning ovozi tamburining ovozini besib ketadi. Samsaqning purug'i ambarning hidini besib ketadi. Bugun kimiki milliy mavjudlikni saqlashga aloqasiz mavzularga gapni aqtishga tirishadi ekan, u odam ya saxta bilimdan amaliyotdadir yoki dushmanning ayg'oqchisidir. Allah'ның en iftixarlı eseri insandır. Şunun için insanga öz ruhidan püylep can yoki ruh ata qildi. Hiç maxluqqa bermagan irodani tanlash huquqini berdi. Fikr qilishimiz, tafakkur qilishimiz uchun aql berdi. Bu faqat insonga xos bo'lgan alayidliklar. Burunmu köp qatim deganlarimni ham ta'kidlayotganimdan azoblanaman. Shundoq bo'lsin deymanki, Allah bizni o'qu degan xitob bilan birlikda ash aqlni boshqa hech maxluqqa bermay bizga bergan aqlni joriy qilishga undamoqda. Fikr qilishga, haqiqatni tepish uchun izlanishga, muhokama, mutaila, munozir qilishga chaqirmoqda.
başkalarının aqlidan kelgan tayyor xulosalarni qabul qilib olib, shartlantirilgan hayvonlardek shu dogma harakat yoki shu dogma fikrni takrorlashni emas, o'z tanlashimizning bo'lishini, o'z ijtihadimizni joriy qilishimizni umid qilmoqda. Uning uchun oyatlarda nurg'un tafakkurni g'idiqlaydigan misollarni bergandan keyin aql egallari uchun buningda nurg'un ibrat bor, buningda nurg'un dalil bor degan shakllarda takror oyatlar bizni tafakkurga rag'batlantirmoqda. Nima uchun Alloh bizni har zaman atrofimizdagi mavjudiyatlarga qarab tafakkur qilishga, fikr yurgizishga buyuradi? Osmonlarga, yulduzlarga, tog'larga, dengizlarga qarab tafakkur qilganimizda Allohning qudrati texmi to'liq his qilinadi, texmi konkretlashadi. Jonliq misol bo'lib qalbimizga o'rnaydi. Faqat aql va tafakkur tajribalari orqali aql va tafakkur tajribalari qilmasdan mavhum o'qishlar bo'lsa, xuddi bizning o'tmishdagi bugungi musulmonchiligimizdek mirosxo'rlik tipidagi musulmonchilikqa aylanib qoladi. Chunki oldingilardan mavhum nazariyasini o'rgangan bo'lamiz. Ata-onamiz musulmon bo'lganligi uchun biz o'zimizni musulmon deydigan olg'a chiqib qolamiz. Ammo islom har bir odamning o'zining e'tirof qilishi va dili bilan tasdiq qilishini, chin qalbidan qoyil bo'lishini talab qiladi. Uning uchun islomning bir prinsipi dinda uningga kirishga zo'rlash yo'q. Bu deganlik u zo'rlab kirib olgan odam og'zida deb qo'ygan bilan ichida boshqa o'ylashi mumkin. Uning bizga foydasi yo'q. Shunga har bir odam ichidan qoyil bo'lishi lozim. Ata-onasidan miros qolgan musulmonchilikda bunday bo'lishi mumkinmi? Mümkün emas. Yüzü qoyil olmak için nima qilish kerak? İzdinish kerak. Mavhumlikning ta'sirlantirish kuchi qalb tiralligidan o'rin olish qudrati bo'lmaydi. Dal shunday bo'lganligi uchun tariximizda namoz o'qiydigan turib Xitoylarga jasus qildiganlar bo'lganga o'xshash, bugunmi bir tarafdan namozni tark etmay, yana bir tarafdan Xitoyga ishlaydigan munofiqlarning bo'lishidagi sababdir. Chunki bundaqlardagi iymon birinchi qo'ldan, bevosita tajribadan, bevosita e'tirofdan, bevosita tafakkurdan shakllangan bo'lmasdan, ata-onasidan miros qolgan turmush odatlaridan biriga aylanib qolganligi uchundir. Undaq bo'lmasaydi, iymon bor bir qalbda munofiqlikqa o'rin bo'lmaydi. Dinni konkret tushunish bilan dogma qabul qilish yoki do'rash orasida ming yillik musofa mavjud. Oyatlarda deydi-ku, bilgan bilan bilmagan o'xshashmi? Dal bu sababdan Allah her zaman öz kudretini bizge his qildirish uchun osmonlarni, yulduzlarni, oyni, kunni, tog'larni shepga keltirib, tafakkur qilishimizni, o'ylashimizni buyuradi. Chunki diniy ilmda shunday bir ta'rif bor. Qur'on koinotning kichikiltirilgan nusxasi. Kainat Qur'onning yeshmisi. Yani biri yüksek derecede pırslangan Kur'an. Biri pırslanmagan öz halatideki çoğun Kur'an. Bir laborant tanışım şundak degeneli. Ximiyan okumay turup Allah'ını tanıyman degenge işenmeyman. O yalgan ya doğramçılık. Nimiş kunda deysen dep sorğunumda o. Çünkü ximiyani bilginingda maddelarning tuzilishidagi elektronlik mikroskopni ko'rganingda, moddalarning tuzilishini elektronlik mikroskopni ko'rganingda, elektronlarning modda yadrosi atrofidagi harakatining ritmi, jazibasini ko'rganingda, ondan Allohning qudratini haqiqiy his qila olaysan. Faqat oyat yodlaganga bundaq bir konkret hisning bo'lishi mumkin emas. Men shuning uchun shunday deyman deganidir. Allah'ның bizni her daim etrafımızdaki şeyler qarab tefekkür qilishga undishining sababini tushuntirishda buningdan artık misal bo'lmamiz kerak. Allah öz ismi sifatlaridan
kibr, azm, baqi qatorliqlardan boshqa sifatlarining inson harakatida, fazilatida, sifatlarida tajalli qilishini yaxshi ko'radi. Masalan, Allah Rahmanir Rahimdir. İnsanlarning rahimdil va shafqatli bo'lishidan suyunadi. Allah qodirdir. İnsanlarning qo'li gul, bilimlik, aqlini joriy qildirgan bo'lishini yaxshi ko'radi. Allah G'afurur Rahimdir. Bandalarning kechirimchan bo'lishini, afuvchan bo'lishini istaydi. Allah Xoliqdir. İnsanlarning kashfiyatchilardan bo'lishini, Allah tabiat qo'yiniga bizning aqlimizni joriy qilib tepib chiqishimiz uchun yoshirgan takviniy qonunlarni bayqishimizni, kashf qilishimizni yaxshi ko'radi. Chunki bu qonunlarni tabiat ilmlarining xuddi tashriiy qonunni tushirganiga o'xshash insonlarning hayotini osonlashtirish, qo'laylashtirish, foydalanish, texnik go'zal hayot qurishlari uchun yaratgan ilmlardir. Allah bu vaqt Qur'oni Karimda ko'p yerda ipuchi berib, insonlar uchun dengizlarni bo'ysundirib berganligini, shamollarni bo'ysundirib insonlarning dengizdagi yurishlariga qulaylik tug'dirganlik qatorliq mazmunlardagi oyatlarda ishorat beradi. Lekin hammani ujur-bujurni bir-birlab sanab chiqish Qur'onning vazifasi emas. Chunki Qur'on cheksizlikdagi aql tasavvuri yetmaydigan koinotning kichiltirilgan nusxasidir. Deb o'tganimizdek bu cheksizlik cheklik bir kitap buluş üçün o yüksek derecede pırıslangandır. Pırıslangan bu mezmunlar, xuddi Kur'an'da muteşabih ayetler üstüde ifade kılınğandek alimlerinin tefekkürü havalıdır. Bundaq yüksek derecedeki pırıslangan bir kitapta cheksiz kainatga ait hem malumatның ücür emas, fakat örnekleri, misalları buluşacak. Endi pırısının yişimi kainattan ibaret büyük Kur'an'dır. Biz texmi ko'p amaliy misollarni koinotdan iborat cho'ng Qur'ondan topalaymiz. Buning uchun albatta ilm kerak. Allohning takviniy qonuni bo'lgan tabiat ilmlarini o'rganishimiz kerak. Chunki Qur'onda ko'p yerda insonlarni koinotning yaratilishidagi uslubga, atrofdagi barliq mavjudotga qarab tafakkur qilishga chaqiradi. Va bularda Allohning birlik barligini dalillaydigan nurg'un alomatlarning borligini deb bizni izlanishga, haqiqatga yaqinlashishlaydi. Bu vaqtdagi izohlarimizni, misollarimizni, dalillarimiz, mantiqiy dalil yoki aqliy yakillarimizni bu mavzudagi ikkinchi suhbatga qoldiramiz.